Ana. Fizika kursida sublimatsiya degan jarayon bor. Ya'ni qattiq jismni to'g'ridan-to'g'ri gaz holatga aylanishi. Quruq muzda shu holat kuzatiladi. Sublimatsiyani yana ham yaxshi ko'rish uchun unga metal tangani qo'yamiz. Metal tanga tekkan joylari notekis bo'lgani uchun har xil tomondan, har xil bosim bilan ta'sir qiladi. O'shaning uchun bu tanga buni ustida xuddi o'ynayotganga o'xshab tebranadi. Bitta bankamiz issiq, bittasi sovuq. Hozir issiq bankamizda tutun hosil qilamiz. Ichida issiq tutun hosil bo'lishi kerak. Bu kondensat jarayonini sodda ko'rinishi. Tutun chiqib, ana bu yerda issiq tutun paydo bo'lyapti. Bo'ldi. Endi olsak, issiq tutun yengil bo'lgani uchun tepaga ko'tarildi. Endi sovuq bankada tutun hosil qilamiz. Sovuq bankamiz ichida tutun sovyapti. Endi birdaniga qog'ozni olsam, tutun tepaga chiqmadi. Chunki sovuq tutun og'ir.